Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining maxsus bo'linmalari o'rtasida eng ilg'or razvedka qidiruv guruhi musobaqasi tashkil etildi. Unda respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritgan 6 ta jamoa o'zaro bellashdilar. Jamoalar chegara xizmati asosida tuzilgan musobaqaning birinchi bosqichida shartli chegara buzg'unchisi yo'nalishini aniqlab, bosh hakamga ma'lumot berdilar. Bosh hakam ko'rsatmasiga asosan davlat chegarasi buzilgan yo'nalish bo'yicha tezkorlik bilan harakatlanib razvedka qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. Ushbu shart harbiy xizmatchilarning yuqori jismoniy holatini har qanday sharoitda ham jangovar harakatlarga shayligini yana bir bor namoyon etdi. Ikkinchi bosqichda ishtirokchilar tunda shartli chegara buzg'unchilar joylashgan joyni aniqlagan holda ularning izidan harakatlandilar. Maxsus guruh 3-shartda uzoq masofani bosib o'tgandan so'ng belgilangan sohani o'rganib, ehtimoliy dushmanning asosiy harakat yo'nalishlarini to'sish maqsadida o't ochish istehkomlari va muhandislik uskunalarini tayyorlash hamda jihozlash kabi vazifalarni amalga oshirdi. 4-shartda ishtirokchilar 25 metr kenglikdagi tog' daryosi o'rtasiga tortilgan arqonlar yordamida o'zlari va yarador jamoadoshlarini belgilangan vaqtda talofatlarsiz olib o'tishlari talab etildi. Ushbu shartni muvaffaqiyatli bajarish harbiy xizmatchilardan jamoaviy jipslik, jismoniy salohiyat va mustahkam irodani talab etdi. Merganlik mahoratini sinovdan o'tkazgan 5-shartda qatnashchilar guruh qurollaridan ko'krak qiyofali va bo'y baravar nishonlarni aniq mo'ljalga olgan holda g'alaba uchun muhim bo'lgan ballarni qo'lga kiritdilar. Musobaqaning so'nggi sharti ishtirokchilarning jismoniy salohiyatlarini yana bir bor sinovdan o'tkazdi. Unda harbiy xizmatchilar o'zlariga biriktirilgan qurol aslahalar va harbiy anjomlar bilan 10 kilometr masofaga yugurishlari talab etildi. Yigitlar, g'alaba sari olg'a! 3 kun davomida musobaqa shartlarida o'zaro kuch sinashgan jamoalar harbiy orkestr sadolari ostida saf tortishdi. Umumiy ballar hisobiga ko'ra 3-o'rinni Surxondaryo viloyatidan ishtirok etgan Sarhad himoyachilari jamoasi egallagan bo'lsa, 2-o'ringa Sirdaryo viloyatining Sarhad lochinlari jamoasi munosib ko'rildi. Shohsupaning eng yuqori o'rni esa Andijon viloyati sharafini himoya qilgan chegarachilar jamoasiga nasib etdi. Faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdik. Bundan biz juda ham xursandmiz. Musobaqa juda shiddatli va murosalarga boy bo'ldi. Raqiblarimiz ham ushbu musobaqaga yaxshi tayyorlanganini ko'rsatdi. Shu bilan bir qatorda bizga qulay shart-sharoitlar hamda yuksak ishonch bildirayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, bu kabi musobaqalar harbiy xizmatchilar o'rtasida o'zaro sog'lom raqobat muhitini shakllantirib, harbiy an'analarni yanada mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.